Meni erim haddan tashqari ko'pirgan. Meni itlarga yirtilgan, tizchagim yirtilgan, tishlarim sinib ketgan, sudrab urganda. Mana yirtilgan joylarim tikilgan. O'shalarga ham bardosh berdim. Chunki bu otam zo'r baqqanda meni. Go'shtmanmi? Hozirmi? Yo'q, hozir mamnitda yo'q. To'rtta niqasimda kallasi bilan 12 mingdan 12 kilosi. Tepasi shilvolar go'shini. O'shasini olib kelaman ko'proq. O'takasini olib kelaman. Jigarini. Mollaringiz hech bir go'sht yeylik deyishmaydi. O'shani ham go'sht deb qabul qilishadi. Ro'zani ham kanda qilmay tutadi o'g'lim. Keyin ro'za tutsa bitta kartoshkani qo'g'irib taharlik qilar ekan. Qolgan payt o'shalar nima yesa o'shani yerganda iftor paytda ochib yuboradi deshganiga hech ochmabdi. 20 kunda boshqa qiyin nimaga solishibdi. Darpo tutolmaydi endi ochib yuboradi deb qirg'iz kelib aytibdiki, senga o'g'lim dedi, rosa ochib yuboradi deb kutdik, ochmading. Ro'zangni oxirigacha tutganing uchun debdi, senga mana $100 beramiz deb shonadi. Deb ganaga halejaylar, hali pulda uyi bir bandani mukofot shu bo'lsa, menga Alloh qani mukofot qanaqa ekan yana debdi. Tog'alarim hammasi yig'lashib ketdi. Menga telefon qildi. Shu paytda ko'ziga yosh olibdi, yig'lab turib sirlarimiz Alloh yetkazamikin oxirigacha. To'lashimizga umrimiz yetib boramikin. Bu dunyodagi orzularingiz oldimda mana. Men shu kunimga ham shukr qilaman. Nimaga kelsangiz, u dunyoga borganda jannatlarda yurishni arz qilaman. Bu qiyinchiliklarni hech qolamas. U dunyoda eng kenja o'g'limda qori qilaman deganman. Hozir ham aytaman o'ziga, o'g'lim siz boshqa o'qishda emas manga nonni qayerdan topayman Alloh beruvchi. Mana bizga beryapti-yu deb. Aytyapman, 6 ta non bilan bitta kulcha yopgan kuni ehson kelgan. Qarang, ertaga nima yeyman ekan deb yopganman, yig'lab yurib yopganman o'sha nonni. Bolamga olib borib bersam 4 tasini, 1,5 ta non menga qolyapti. 1,5 ta nonni bolam bir kunda yeb qo'yadi. Ertaga nima qilar ekanman deganman. Hatto sham nimada, paxtada nimada svetda bolam dars tayyorlayapti. Shu Allohning menga bergan mukofotida u. Namozimda ajr shukr, shunga farishtalar kelgan uyimga. Alloh mana berguvchi, hech kim och o'lmas ekan deganman. Mol davlatni zakotini bermayotganlar bilmadim endi bu videoni ko'rib qay xulosaga kelishadi. Ozgina hisoblar bor, shularni topshirib biz ketamiz. Men to'g'risi haqqa bo'lmaylar qabul qilaman degan bo'ldim. Un yog'larim borda, produktlarim bor. Produktdan bor shukr. Ming bor shunchalik qilgansiz. Mendan muhtojlar bor. Menga Alloh shukr deb beryapti. Rizqim bor. Mendan muhtojlarga beringlar, chunki nogironlar meni ko'raman birada televizorda. Nogironlar uy yo'qlar bor ekan. Men Xudoga shukr, oyog'im yetmaydigan uyim bor. Akvadi eski derazam bor. Shularga ham zo'rlar bor. Shularga beringlar. Sizlarni bir kelishlar men uchun mo'jiza. Bu ham bir mukofot. Lekin biz suhbatimiz boshida go'sht bormi deganimda, go'sht bormi? Hozirmi? Yo'q, hozir mamnitda yo'q. To'rtta niqasimda kallasi bilan 12 mingdan 12 kilosi. Tepasi shilvolar go'shini.
Ushlasini olib kelaman ko'proq. Qachon olganingizni eslolmadingiz? Go'shim yo'q ama. Go'shim yo'q. Suv qaynatib yeyman deyapsiz. Go'sht qachon sotib olganingizni eslolmayotgan holatdagi Lekin odam menga ro'zg'or kerak emas deyishi, haligi gapimga yana qaytarib aytaman. Bugungi kunning qahramoni. Azizlar, bizning xo'paramizda bugungi kunning qahramoni ayoli o'tirib. Borda ana ko'ring, yog'im unim bor. Alloh. Yog'im unim bor. Kartoshka piyozim bor. Endi bitta qiynalganga bersangiz o'tadi. Jonim o'tadi. Qarang, bor narsamni ustiga olsam Xudoga xush kelmaydi. O'shani yana ham yo'qqa bersalari, borga berma deganda, Allohim qonni to'qni ham yedirmadigan. O'shaning mendan ham muhtoji bor. Jonim ukam mendan ham muhtoj bor. Sizlarga ham o'tmaydi, bunga javobini men bera olmayman Allohning oldida. To'g'risida men to'g'ri tushunsalar, endi bitta men armonim saodat asrini ola olmayman. O'zbekchasini o'sha narsani rosa yaxshi ko'raman. Yurakda yaxshi ko'raman. Saodat asri kitobini demak qisman eshitgansiz, lekin orzu bor Ololganim yo'q. Mana o'qish orzungiz bor. Bor. Gunohlarimiz Alloh kechirsin deydi. Bilib bilmay qilgan gunohlarimiz. Mana shu saodat asri. Yo'q. Bismillah. Qanchalar so'rasa. Nasaq o'qiyman. Ayni mana siz so'ragan saodat asri. Hamma buni. Hamma bopika. Orzungiz. Lekin duo qilib so'radingiz Allohdan. Shu kitobni o'qishni so'radingiz. Bugun bomdatda ham so'raganman. Xudo shuni olishimga qurbimni yetkazdi. Kitob olib bunaqa xursand bo'lgan insonlarni kam ko'ramiz. Men buni olib o'tirolmay turdim-da. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qo'shganlarni hammalarni qo'shaqar, peri davlat topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga bo'lsin. Allohim o'zi rozi bo'lsin. Ota-onalarning hoji yo boradigan, yosh iymon e'tiqod, yurtimiz ham tinch bo'lsin.